hozirgi ba'zi qizlarga nima bo'lgan u namuncha ko'ngli bunaqa qalb eshigini qattiq yopib olgansa qulflarni osib har xilida u ko'nglini olib shu qiz bilan turmush quray deb qalb eshigini oldiga borib chiroyli gapirsangiz ham ochilmayapti-da qalbini eshigi. Voy bo deb u keyin she'r aytsangiz ham tiq etmayapti qulflari. Nima qilish kerak bularga dedim. Dersigaroq gapirish kerak. Dersiga gapirsam yana bitta qulf kelib, yana qulflanib olyapti. Obbo dedim, nima balo bo'lgan bu hozirgi zamonda qizlarga deb hayron bo'lib, keyin o'rtog'imdan maslahat olsam, o'rtoq dedi, "Qarochi" dedi, "Sen qo'y" dedi, "Men o'zim borib ko'rib gaplashib ko'ray" desam, o'rtog'im borib qalb eshigiga borib bir ikkita gaplar aytdi. Qarasam, bitta ikkita qulflari ochilyapti. Dedim, "O'rtoq" dedim, "Sen qo'y" dedim, "Bu yoqqa o't" dedim. "Sen" dedim, "Gapga usta ekansan" dedim. "Qara qalb eshigi ochilyapti" dedim. "Nima faqat" dedim, "o'rib oladigan shu struy bolalarga qalbinglarni eshiginglarni ochasizlar. Sizlar ham ajoyibsizlar, ba'zi qizlarga tegishli-da bu." Hayron qoldim. Keyin o'zim bordimda yana mashhur qo'shiqchilarni musiqasini borib qalb eshigini oldida magnitofonni baland qilib qo'ydim. U qo'shiq romantik muzikalarga ham ochilmayapti-da qalb eshigi. Dedim, "Chuta" dedim, "Bular" dedim. "Namuncha bular" dedim. Keyin nima deydi? Pomba qo'ydim, portlatdim, baribir ochilmadi qalb eshigi. Charchab oxiri bor edi, orqamga qarab qaytatdim. Cho'ntagimda anchadan beri yig'ib yurgan dollar pullarim bor edi. O'sha taq tushib qoldi-da. Shuna yerga tushdi, yerga tushmasidanoq qulflari paq etib ochilib, zanjirlar shuni tushib eshigi ochilib ketdi-da qalb eshigi. Pulim yerga tushdi ham, eshig ham lang ochildi. Obbo dedim, kalit bu yoqda ekan-ku dedim. Aytmaysanmi shuni dedim. Mashinamni minib keldim qalbini eshigini orasiga. Qalbini eshigidan muzikalar bo'lib chorladi keyin meni mashinam bilan keldim. Dedim, uy joyim bilan kelsam dedim, qalbini eshigi o'zimni olib kirib keta qolar ekanda qalbiga deb o'yladim keyin.